Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Senkoman va bu Minecraft. Lekin biz serial uchun top 5 ta modlarni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, bu 5 ta modlarning hammasi ham juda ajoyib va juda qiziqarli modlar. Bu modlar bilan sizning survivalingiz yanada qiziqarliroq bo'ladi. Do'stlar, video boshlash oldin videoga like bosish va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Unda ko'p gapirmasdan biz videoni boshladik. Do'stlar, bizning birinchi ko'rib chiqadigan modimiz bu Biomes Realism deb ataladigan mod. Va bu mod ko'rib turganingizdek biomlarga reallik qo'shadi va siz bu mod bilan sizning survivalingiz juda ham chiroyli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bu yerda har xilcha daraxtlar, har xilcha chiroyli biomlar, yangicha daraxtlar, shuningdek har xilcha yangi narsalarni bu mod qo'shadi. Ammo sizlar mendan so'rashingiz mumkin, Senko, bu mod faqatgina daraxtlarni va shunga o'xshash biomlar chiroyli narsalarni qo'shadimi, yangicha daraxtlar qo'shadimi deyishingiz mumkin. Yo'q do'stlar, bu mod bundan tashqari yana bir qancha narsalar qo'shadi va men hozirgi bilan yana bu mod nimalar qo'shishini ko'rsataman. Ya'ni bu mod daraxtlar do'stlar, bu mod asosiy qo'shadigan narsalardan biri bu bronyalar. Bu mod bizga lapisdan, ya'ni mana bunaqa kristaldan, mana shunday bronyalar va bunday instrumentlar izumruddan qo'shadi. Izumrudda shunaqa bronya va instrumentlar yasashingiz mumkin. Lekin do'stlar, bu hali hammasi. Bizga ikki xil yangicha ruda qo'shiladi. Biri bunaqa platinum degan ruda va ikkinchisi esa bunaqa runi degan ruda qo'shiladi. Va ko'rib turganingizdek, bu rudadan ham shunday bronyalar berishadi. Do'stlar, bu nafaqat buyumlarni realistik qilish yoki shu bronyalar qo'shish emas, balki bizga yangicha moblarni ham qo'shadi. Mana qanaqadir slime, uning g'alati mavjudot. Bu nima ekanligini tushunmadim do'stlar. Qani urib ko'raylik ham, tushunasiz qanday mavjudot. Anaqada shilimshiq, shillaqurtmi, короче, shunaqa narsa. Mayli, e'tibor bermaymiz va anaqa kengurumi, ohumi shunday narsa. Do'stlar, video va mana pingvin. Bu modda to'liq boshqa hech ko'rsatma bermaydi desa, bu modda hatto ko'rsatmagan narsalar ham anchagina. Lekin do'stlar, afsuski video vaqti cheklangan, shuning uchun do'stlar hozir ko'p gapirmasdan men keyingi modga o'taman. Do'stlar, bu bizning 4-modimiz Essentials. Do'stlar, bu mod haqida ming marta gapirganimdan ko'ra sizlarga bu mod nimaga qodir ekanligini ko'rsatganim yaxshi. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek bu qora daraxt. Oddiy o'yinchilar bu qora daraxtni to'liq pastgacha chop bo'lishi kamida 20 minut ketadi yoki 10 minut 20 sal ko'raydi, 10 minut ketadi. Va hozir esa biz shu daraxtni 1 minutga qolmasa hammasini chopib bo'laman. Qanday qilasizmi? Yaxshilab tomosha qilinglar. Chachi, bunga qaranglar. Bu aynan Essentials modining ta'siri, ya'ni bu mod bitta daraxt sizsangiz butun daraxtni chopib beradi. Bu shunaqa ajoyib mod. Bu narsa faqat daraxtlarga emas, balki rudalarga ham ishlaydi. Hozirgi nizirda buni ko'rsatib beraman. Ana tayyor. 5 daqiqa qolmasa nizirlarni hammasini terib olamiz. Juda ajoyib mod. Shunday emas. Sen Essentials mod faqatgina ultimaningni qo'shadimi deyishingiz mumkin. Yo'q, bu bizga yana bir qancha gadjetlarni ham qo'shadi. Bu Essentials modiga qo'shadigan gadjetlar va hozir men sizlarga ulardan bir nechtasini eng ko'p foydalanadigan gadjetlarni ko'rsataman, nima qila olishini. Do'stlar, sizlarga tanlash uchun ko'rsatilgan gadjetlar bu ko'rsatilgan cheksiz pechka. Do'stlar, to'g'risini bu gadjet bizga cheksiz pechka beradi. Crafts ham juda oson. Atiga 4 ta pechkani versiyaga birlashtirib qo'ysangiz, bu pechkaning crafti, cheksiz pechkaning crafti bo'ladi. Bu esa cheksiz versiya, negadir bu ishlamayapti. Unda hozir sizlarga mana shu nima qotirligini ko'rsataman. Buning uchun biz yer ostiga kiramiz va ustimizga blok qo'yamiz. Ko'pchilik do'stlar, bu shlem biz qorong'uda yo'riqiladi. Bu narsa oson kollarda kerak bo'ladi. Mayli do'stlar, unda keyingi mod sari olg'a. Do'stlar, bu bizning 3-mod va bu mod menga har xil afsonaviy mavjudotlarni qo'shadi. Просто mana bu qor maxluqiga qaranglar, qo'shqani bir uramiz. Animatsiyasiga qaranglar. Rockshot. Ajoyib animatsiya. Do'stlar, bu yagona maxluq emas. Bu mod shu qor maxluqiga o'xshagan yana bir qancha o'ziga
dahshat monsterlarni o'zi jamlaydi, maxluqlarni voy bu yana qayerdir kulturani to'ssimon bos. Do'stlar bu ham ajoyib nima deyilardi, mod har xil aytganning ajoyib jonzotlarni qo'shadi. Mana shunday ko'rib turganingizdek. Siz do'stlar men bular haqida to'xtalib o'tirmayman. Bularni o'zingiz yuklab olib tekshirib ko'rasiz va biz navbatdagi mana bu to'g'richani olib shekilli navbatdagi modga o'tamiz. Do'stlar biz videoning yarmidan o'tdik. Menimcha endi videoga like bosish va kanalga obuna bo'lib qo'yish vaqti keldi. Chunki do'stlar ko'pchilik bizda 99.1% odam obuna bo'lib qo'yishdan ko'zlar ekan, atgan 0.9% obuna bo'lib ko'zlar ekanlar. Keyinlar do'stlar obuna bo'lib ko'rsagan soni 20% qilib qo'yaylik. Shuning uchun do'stlar iltimos obuna bo'linglar. Do'stlar va bu oxirgi mod menimcha bu mod ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Bu mod bizning mamlakat kamar g'ijida biz bu kamar ichida instrumentlarni saqlashimiz mumkin. Senga bu mod nima kerak bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin, lekin do'stlar sizlar qilayotganlar biladi 5 ta joy ham bu bir joy hisoblanadi. Ko'pincha bu joy juda ajoyib mod, olishingiz va solishingiz mumkin. Va xohlagancha mana shunday qilib survival qilib yuraverasiz. Menimcha bu survival uchun juda qulay. Va do'stlar mayli unda biz bugungi top 5 ligimizning eng oxirgisi va shu bilan birga eng zo'r modiga o'tamiz. Do'stlar yana bir gap. Agar o'zingiz shu mod bilan survival qilish istaydiganlar bo'lsa, men allaqachon modlarni o'zining Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram kanalimning linki kommentariyada. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz va bu modlar bilan mazza qilib survival qilishingiz mumkin. Nihoyat bu bizning oxirgi modimiz. Va bu mod ajdarholar modi. Ya'ni bu mod bizning Minecraftga har xil afsonaviy mavjudotlar va juda ham ko'p resurslar, qurol-yarog'lar, yangicha teksturalarni qo'shadi va shu bilan birga yangicha bosslarni ham. Sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tsam, mana bu yerda ko'rib turganingizdek. Yaxshi. Shunday ajoyib narsalarni qo'shadi. Do'stlar bu shu mod qo'shadigan joylardan biri suv maxluqlar favorasi. Kulturasiga favorada taqish qanaqa ajoyib suv maxluqlari mavjud. Do'stlar bu esa umuman boshqa bir tekstura. Ichini ko'rsangiz ajoyib bu Lashi degan bossning uyi ekan va mana o'sha Lashi qanaqa daraxtli boss. Ya'ni do'stlar shu yerga kelib qolsangiz mana shu boss bilan urishasiz. Ajoyib boss ekan va ajoyib tekstura. Qiziq. Mana tashqi tarafdan ko'rinishi esa xuddi mana shunday. Bu albatta o'sha Dragon modining ichida. Va do'stlar mana bu maxluqni ham ko'rishingiz mumkin. Qanday maxluq va mana bu yerda mana g'alati tekstura bor ekan. Ajoyib tekstura. Lekin do'stlar men qidirayotgan narsani haligacha topmadim va nihoyat topdim. Voh, xudoga shukr. Do'stlar, tasavvur qilolmaysizlar, sizlar men bu narsani qancha qidirgandim. Bu nima? Kim biladi? To'g'ri topdingiz, bu dragonning uyi. To'g'ri, ajdarhoning uyi. Ko'pincha bu yerda ajdarho uxlab yotibdi va yonida sandiqlarni ichida o'zingiz bilganingizdek agar kimnidir ruhi baland bo'lsa, shu mod o'rnatib mana shu ajdarhoning o'g'irlikka tushsin. Agar bundan keyin tirik qolsa. Do'stlar, bu hali hammasi emas. Men sizlarga hali qancha narsalarni ko'rsataman. Bu modda o'ylaganingizdan anchalar katta, lekin bizning vaqtimiz chegaralangan. Do'stlar, yana bir gap. Agar o'zingizda shu modlar bilan survival qilish istaydiganlar bo'lsa, men allaqachon o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram kanalimning linki kommentariyada. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz va bu modlar bilan mazza qilib survival qilishingiz mumkin. Do'stlar, mayli unda videoga like bosish va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mayli, hammaga xayr.